Nimaga ochilmayapti? Man nima? Man murdamanmi? Yo tavba, man o'liyman, man murdaman, man ruhman. Yo'q. Demak, ular hali beri ochilmagan ekan. Salom sotuvchi, xayrli tong. Yo tavba, men haqiqatan ham o'lganman. Men o'lib va ruhga aylanganman. Bu adolatdan emas, bu adolatdan emas. Meni eng zo'r ko'rkar ishchim nima qotdim ekan? Barakalla. Demak u ko'r va kar ekan. Xudoga shukr. Men tirikman. Men ekan. Barakalla. Demak u ko'r va kar ekan. Xudoga shukr. Men tirikman. Men Yo'q. Men o'lganman. Yo'q. Bu qanaqasiga? Gologrammali loviyalar yengili hozirgi kunda. Oddiy gologramma ekan. Men o'ylavdimki. Voy, yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Men o'lamayman. Men axir shunchalik yoshman-ku. Xudoga shukr. Bu axir meni egzi ukam. Voy, to'xtinglar. Bu axir attiga oyna-ku. La'nati. Nima endi u shunaqasiga umrbod yuradimi? Voy, pizdes-ku. Va bugun o'zim sizni zakazingizni olaman. Xo'sh, nima olmoqchisiz? Egasini o'zi mendan zakaz oladimi? Sizda nima ishchiligi puli yo'qmi? Albatta bor, meni pullarim juda ham ko'p. Bilasizmi, bugungi kun xo'jayinlarning kuni va mana shu qonunni o'zim o'ylab topganman. Har yili o'zim ishchilarimga qo'shilib, ular bilan birgalikda ishlayman. Xo'sh, nima yemoqchisiz? Endi tushunarli. Bo'lmasa menga bitta kichkina bo'q burger va bitta kichkina bo'q kola. Men diyetadaman. Juda yaxshi. Mana sizni buyurtmaysiz. Atigi 10.000 so'm. 10.000 so'm? Og'ayni 5.000 ga berib yubor. Kechirasiz janob, lekin hamma bizning narxlarimiz standartlangan. Men sizga 5.000 so'mga bilan sotib ololmayman. Onasini emsin 5.000 ga berib yubora qol. Og'ayni eshiting, men sizni bu yoqqa $250.000 Ferrari'da kelganingizni ko'rdim. Siz esa 5.000 so'mni tortishib o'tiribsiz. Siz esa millionlab ishlaysiz shu burgerlaringiz orqasidan 5.000 so'mni tortishib o'tirish uyatmasmi? Voy, xo'p, ko'ndirdingiz, bering 5.000 ningizni. Mana 10.000 so'm, 5.000 ni qaytib ber. Qani yo'q qo'lni. O'g'lim, qani bu yoqqa kechasan bilan jiddiy gaplashib olishimiz kerak. Oyi, ada? Hammasi tushunarli. Sigaret topib oldinglarmi? Lekin men qasam ichaman, men bor yo'g'i 1-2 dona chekdim. Men boshqa bunaqa ish qilmayman. Yo'q, to'xtab turinglar. Maktabdan telefon qilishdimi? Demak maktabdan telefon qilishgan. Lekin men nima qilay? Direktor dalboyob bo'lsa ayb menda emas-ku. Shuning uchun unga idin nahud bordim. Yoki pul haqida gapirmoqchi bo'lsanglar, men hammasini qaytaraman. Yozda ishga boraman-da, 1-2 oyda hammasini qilib beraman. Agar juda chuqurlashadigan bo'lsak, pastda foizda o'tiradigan kampir yashaydi. U bir o'zi qari singlisi bilan yashaydi. Shuning uchun muammo bo'lmasligi kerak. Yoki shkafdan narkotiklarni topib oldinglarmi? Lekin men sirazi aytmoqchiman, bu hammasi meniki emas, faqat sotishga olganman. Shuning uchun buni yomon joyi yo'q. Qo'ysanglarchi, agar militsiyadan kelishgan bo'lsa, ular hech nimani isbotlasha olmaydi. O'lik bo'lmasa isbot ham yo'q. Vazani sansindir. Juda yaxshi. Hozir YouTube'ga kiramiz-da, meni yoqtirgan multik prikollarimizni ko'ramiz. Lekin hozir oldindagidek kulgili emas-da. Qani, kirish. Kechirasiz, sizning parolingiz anchadan beri iste'mol qilinyapti. Iltimos, uni o'zgartiring. Xo'sh, atirgulla. Kechirasiz, sizning yangi parolingiz juda ham qisqa. Atirgulla. Kechirasiz, sizning parolingizda bir dona bo'lsa ham son bo'lish kerak. Bitta atirgul. Kechirasiz, parolda probellarni ishlatish mumkin emas. Bitta atirgul. Kechirasiz, parolingizda 10 ta har xil belgilar bo'lishi shart. Bitta qanjiqli atirgul. Kechirasiz, sizning parolingizda bitta dona bo'lsa ham katta harf bo'lishi shart. Bitta qanjiqli atirgul. Kechirasiz, har bitta so'zingizni katta harf bilan boshlash mumkin emas. Faqatgina bitta bo'lish kerak. Bitta qanjiqli atirgul. Davay, puch, o'rmonga bekin. Tez. Hozir jalab biz ularni jazolaymiz. Biz pashta yutdik. Tezroq bu kotlarni burchakka tiq. Hozir kotini yirtamiz. Davay, yana ozgina.
Davay. Ha, biz hammasini yorib tashladik. Yaxshi o'yin bo'ldi bolalar. Balki yana bir marta o'ynaymiz. Ha, yo'q, soat necha bo'ldi o'zi? Oho, shunaqa kech bo'lib ketdimi? Menimcha endi qolganini ertaga o'ynaymiz. Men hozir borib uxlashim kerak. Og'ayni, uxlab nima qilasan? Hali erta-yu, yana bitta o'ynaylik. Yo'q. Bo'la qol. Qo'ysanglarchi. Zaybal qording, o'ynaylik. Bo'la, meni kechiringlar. Bilasizlarmi, men prosta ertalab turib maktabga borishim kerak edi. Darslaringni ham qilishga ulgurdingmi? Darslarni? Qanaqa darslarni jalab? Men o'qituvchiman. Yo, bolam, bu axir oddiy bo'q-ku. Ada, bo'q nima qilyapti? Xo'sh, eshit. Oldin Bo'tnada chiroyli va katta qasr bo'lgan. Judayam katta bo'lgan. Buni ichida shoh hukmdorlik qilardi. Shohda esa qizi bor edi. Va nihoyat shoh o'zini qizini erga bermoqchi bo'ldi va ritsarlarning orasida musobaqa qildirdi. O'limli musobaqa uni tirik qolgan uni qo'lini oladi deb. Bu musobaqali jangda judayam ko'p ritsarlar o'lib ketgan. Lekin attiga ikkita dona erkak qoldi. Qanchalik urushmasa ham, ularning kuchi afsuski teng edi. Shoh ham shuni tushunib aytdi. Sizlar ikkalinglar ajdarhoga qarshi urushasizlar deb. Va tirik qolgan meni qizimni qo'lini oladi deb. Lekin ikkala ritsar ham ajdarhoga qarshi jang qilganda o'lishdi. Amalika esa umrbod bitta o'zim bo'laman deb o'zini o'zi o'ldirib qo'ydi. Ada, bo'q qayerdan kelgan? Kim biladi, onasini ham sinchitgan. Balobatlar. Yumshoq o'rindiqlarga xush kelibsiz. U bu yordam kerakmi? Men shundoq ko'rib chiqishga kirdim, rahmat. Bo'ldi, u bu yumshoq o'rindiq yo'qsa chaqirarsiz. Wow! Bu o'rindiq yumshoqligini. Bunisi esa Nargisdan yumshoqroq. Bu eng yumshog'i, xudoyim. Bunaqasi umuman bo'ladimi? Yo'q, bu o'rindiqlar yumshoq emas. Bu meni ko'tim. Mana butun dunyoda eng yumshoq ko'tim bor. Va men xohlagan joyimda o'tira olaman. Qattiq. Sizda ko't saraton kasalligi. Saraton kasallik? Bu qachon ko'tingiz ichida saraton paydo bo'ladi? Voy xudoyim, bu qanaqasi bo'ldi? Eslang, radioaktiv moddani ustida o'tirmamidingiz? Shoh ko't egasi edi. Xush kelibsiz yumshoq o'rindiqlar makoniga. Siz Cliff Miller tanirmidingiz? Kimmi? Ana uchmi yumshoq ko't egasi, shunga o'xshash. Umi? Yo'q, men tanimasdim. U atiga 30 sekundga kiruvdi, bo'ldi. Muhim emas, buni sizga jo'natdi. Rostdanmi? Mayli, unda. Bo'pti, omadingizni bersin, janob. Voychalab nima bu? Voy xudoyim. San'atdan tez chiqarish kerak. Meni qutqarganing uchun rahmat, jigar. Sen ham men uchun shunaqa qilgan bo'larding. Pivoxona. Padaringga la'nat. O'zimga kofe qiluvdim-ku, esimdan chiqib ketibdi-yu. Aynimagan deb umid qilaman. Oneni magur posudamokani yoqish esimdan chiqibdi-yu. Toza idishlar qolmaganmi deyman. Qiziq, bugun yana nimani esimdan chiqaribman? Albatta, men bundan qutulish esimdan chiqaribman.
Sizda ko't saraton kasalligi. Saraton kasallik? Bu qachon ko'tingiz ichida saraton paydo bo'ladi? Voy xudoyim, bu qanaqasi bo'ldi? Eslang, radioaktiv moddani ustida o'tirmamidingiz?